Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan Cherry Rohat Ade Master'da Tiggo 7 Pro haqida gaplashamiz. Tiggo 7 Pro mashinamizni 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan, 147 ta ot kuchiga teng. Hurmatli obunachilarimiz, ko'rayotgan bo'lsanglar, rolimiz multi-rol hisoblanadi. Bu yerda cruise control va ko'rayotgan bo'lsanglar, monitorimizni bu yoqdan boshqarsa bo'ladi. Multimedia tizimini ovozini ko'tarishi va tushirishi bu yerdan boshqarsanglar bo'ladi. Multimediamizni ko'rayotgan bo'lsanglar, displey bilan jihozlangan. Displeyimiz 12.5 dyuymga ega. Bemalol bu sensorli bo'ladi. Xohlaganingizcha telefon qilib, bemalol o'zingizga qulay holatda ishlatsanglar bo'ladi. Bu mashinamizda ko'rayotgan bo'lsanglar, 360 gradus kamerasi bor. 7 Pro mashinamizni va xavfsizlik yostiqchalari 6 ta bilan jihozlangan. 7 Pro mashinamizni eshik qismini ko'rayotgan bo'lsanglar, oyna ko'targich va tushirgich qismlari elektronlik hisoblanadi. Bu yerdan bokovoylarni, ya'ni yon oynalarni bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Mashinamizning o'rindig'ini ko'rayotgan bo'lsanglar, sidina pamyati mavjud mashinamizda. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamizning bagaj qismiga bir nazar solamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bagaj qismimizning hajmi 475 litr bilan jihozlangan. Orqa sidinalarni yotqizganimizda 1.5 ming litr bo'ladi. Va bu mashinamizda zapaskasi ham mavjud. Va elektronik tarzda yopiladi. Bizning manzilimiz Toshkent shahar Bektemir tumani Qo'yliqdan Rohatga ketaverishda o'ng qo'lda joylashgan. Bizning avtosalonlarimiz dam va tanaffuslarsiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha o'z ish faoliyatini yuritadi. Hozirgi kunda Tiggo 7 Pro mashinamizga propan baloni bonusga qo'shib berilmoqda va albatta 25 million foydada xarid qilishga shoshilib qoling.